Assalomu alaykum do'stlar, onlayn daromad kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan internetda sayt orqali pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, aktiv bo'lib tursangiz, tez orada pulli konkurslarni boshlaymiz. Qani unda ketdik. Bugun sizlar bilan Startup Alpha haqida gaplashib o'tamiz. Bu saytda sarmoyani kiritib 137% dan 599%gacha ko'paytirib olishingiz mumkin. Bundan tashqari minimal depozit 100 rubldan boshlanadi. Har 8 minutda hisobingizga avtomatik pullaringiz kelib tushaveradi. Bu yerda oxirgi pul kiritganlar va oxirgi pul chiqarganlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda saytning hisobidagi mablag' va saytning investorlari 11788 ta ekan. Ro'yxatdan o'tish uchun tepadagi registratsiya tugmasini bosasiz. Registratsiya tugmasini bosganingizdan keyin bu yerga birinchi login ismingizni yozasiz, email, pochta, parol va parolni takrorlaysiz. Keyin registratsiya tugmasini bosasiz. Men o'zim profilimga ko'rsataman hozir. Mana bu yerda hozir hisobimda 785 rubl bor. Hozirgina sarmoya kiritdim. Bu yerda общий 915 rubl sarmoya kiritdim, 527 rubl chiqarib oldim. Bu yerda hamkorlar yo'q. Startup sarmoya kiritildi. Startup saytiga shuncha sarmoya kiritilgan. Bu mening daromad statistikam bo'lib hisoblanadi. Bu yerda sakkizta bo'limi bo'lib, to'ldirish bo'limiga bossangiz, birinchi plan tanlaysiz. 137% dan 599%gacha minimal 100 rubldan. Bu yerda tizimni tanlaysiz. Men tarjima qilib olganim uchun to'lovchi bo'lib turibdi payer. To'lov miqdorini kiritasiz. Masalan, minimal 100 rubl bo'lsa, bu yerda sizga statistikani chiqarib beradi. 55 soat ichida 137 rubl bo'lib hisobingizga tushadi. Har 8 daqiqada hisobingizga 0.33 rubl tushib turadi. Mana mening to'lovlarim ko'rsatib turibdi. 530 rubl muvaffaqiyatli, 385 rubl muvaffaqiyatli, 385 rubl kutilmoqda bo'lib turibdi. Bundan tashqari mablag' yechib olish. Bu yerga saqlangan kashalogingizni kiritasiz. To'lovchi payer raqamini kiritib qo'yganman. Summani kiritib chiqib ketishni bosasiz. Mana men 527 rubl yechib olganman. Va muvaffaqiyatli kelib tushgan. Bundan tashqari depozitlar bo'limiga o'tib, o'zingiz depozitingizni ko'rib borishingiz mumkin. Masalan, men birinchi 385 rubl kiritganman, u yopildi foydada. 530 rubl kiritdim, u faol hozircha. Undan keyin hikoya bo'limiga o'tib, daromadlaringizni ko'rib borishingiz mumkin. Har 8 minutda qanchadan kelib tushayotganingizni bilasizmi? Har 8 minutda 182 rubl hisobimga tushayotgan ekan. Bundan tashqari mening tavsiyalarim, referal tizimini ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerda o'zingizning referalni silkangizni kopировать qilib, do'stlaringizni chaqirishingiz mumkin. Undan keyin nastroyka bo'limiga o'tib, o'zingiz payer hamyon yoki istalgan hamyoningizning raqamini saqlab qo'yishingiz mumkin. Masalan, payerga raqamingizni kiritib, saqlash tugmachasini bossangiz saqlanadi. Undan keyin bonus bo'limiga o'tsangiz, bonus bo'limida xohlagan sotsial saytlaringizda video qilib va post joylab, sayt haqida reklama qilib, sayt video va post havolasini shu yerga joylab yuborishni bossangiz, sizga 10 rubldan 15 ming rublgacha bonus beradi. Shunaqa gaplar.